Endi turpoqda olib kelib, ketmonda olib 5 kishi mana shunaqa qilib ishlab turib, paqirga loy tashab turib, arqonda shunday ilib turib, 4 kishi hashar qilib turib, belda girija qilib turib, 30 santimetrlik tomga loy bosishlarida vaqt. Mana sizga aytgan yechimim do'stlar, bemalol sinchalarni ko'tarsangiz bo'lar ekan. Buni shunday olamizda do'stlar, bitta og'daramiz, og'darganimizdan keyin do'stlar xuddi shunaqa holatda tomimiz tayyor bo'lar ekan. Endi bunimiz do'stlar, suvdaqa yengil bo'ladi, lekin toshdan qattiq yangilik bo'ladi. Buni masalan do'stlar penalonmoz bo'ladi. Ushbu 250 kvadrat metrli xonadonimizga hozir birinchi cho'nli holatda qilib berishgan. Eng qizig'i, ustunlari chirimaydi. Chirimasligining sababi do'stlar, tagida, ya'ni havo o'tkazadigan materialni qilib berishadi. Ikkita ustakamiz kelar ekan, bo'ldi. Sizdan talab qilinadigan narsa summasini sanaysiz, ya'ni summasi qalinligi 5 sm dan boshlanadigan eng arzon narxi 35 ming so'mdan boshlab turib, 10 sm narxi do'stlar 45 ming so'mgacha bo'lar ekan. Bu narxlarning ichida vodiy bo'ylab dastlabki usta haqqi mahsuloti hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Loylomozga o'xshab turib 10 kishini ishlatish shart emas, bir kunda qilib chiqib ketishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.